Samarqand kundan kunga zamonaviy qiyofa kasb etayotgan ayni vaqtda shahar bilan chegaradosh mahallalarda ahvol achinarli holligicha qolmoqda. Biz kurstomimizga yo'llangan murojaat yuzasidan Samarqand tumani Qumzor mahalla fuqarolar yig'ini Dashtak ko'chasiga keldik. Aholining aytishicha, ular yillar davomida mana bu yozda chang, qishda loy bo'ladigan ko'chadan ozor chekishmoqda. Mahallamizda necha yildan beri sayyor qabullar o'tkaziladi. Sayyor qabulga bizlar mahalla nomidan chiqib, mana bu mavjud muammolarni ko'tarib chiqamiz. Qarib 4-5 yildan beri bo'lyapti. Mahallaga mavjud mana bu muammo yo'l birinchi o'rinda. Qish kunlari, bahor yomg'irda ko'chalari shunday suv to'lib ketadi, maktabga boradigan bolalar loy kechib boradi, suvga kechib boradi. Oxirgi paytlar majbur bo'ldik sizlarga murojaat qilishga. Bizlar mahalla ma'muriyati ham biladi. Xalq qabulxona ham sayyor qabul o'tkazgan. Bizlar murojaat bilan chiqqanmiz. Hokim noiblari kelgan, mutasaddi tashkilotlar, bizning mahallamiz 4-sektorga qarashli bo'lgani uchun sog'liqchilar ham kelib murojaatimizni o'rganib chiqqanlar. Bizlar murojaat muammolarni taqdim etganmizlar. Men oxirgi kelganlarda viloyat sog'liq boshqarmasining birinchi boshlig'i bizlar territoriyamizga mutasaddi bo'lganlari uchun aytdim u kishiga. Aka, bizlarni mutasaddilar o'zgarib boshqa ishga o'tib ketyapti, boshqa nimada. Lekin bizning muammomiz shu mahallada qolib ketyapti. Iltimos yordam qilinglar. U kishi va'da beruvdi, shu amaliy yordam beramiz deb. Lekin mana aka 4-5 yildan beri shu e'tibor qilyapman, hech qanday nima yo'q. Mahalla tomonidan hashar yo'li bilan mana ko'chani asfaltga tayyorlash uchun bizlar shibyonka taxlagan edik. Mana yomg'irlarda qarang, ahvol shunday bo'ldi, yo'lib ketib, yana chang-pang bo'lib yotibdi. Mana hozirgi shamolli vaziyatda ham o'zingiz ko'rib turibsiz, shunday holat. Maqsad shuki, iltimos faqat bizlar taklif, iltimos bilan chiqamiz, natija bo'lsin. Murojaatchilarning aytishicha, ularni kirmagan mas'uli, murojaat qilmagan, tashkilot qolmagan, ammo muammoga yechim topilmagan. Bu ko'chamizga necha yilga endi azaldan shu xalq hashari bilan ko'chani shag'al qilib kelayotgandik. Boshqa tomonlar hamma yoq asfalt bo'lgandan keyin bizlar ham asfalt qilmoqchi edik. Hokimiyatdan qiladi deb shu yuribmiz shu chang to'palanga. Hech chang bo'lmasin, loy bo'lmasin deb shag'alni o'zimiz sonimizdan taxlab olamiz. Ya'ni yomg'irli paytga mana shu ko'chamizda katta suv keladi. Bo'ron paytga yurib bo'lmaydi. Hozirga